har kimning ro'zg'oridan topiladigan juda ham oddiy masalliqlardan shunaqa ajoyib bo'lichkalar qilib ko'ramiz. Elakdan o'tkazib olgan unimizga dro'ja, shakar, tuz, vanilin, sut, tuxum, yog' hamda sariyog' yoki margarin solib xamir qorib olamiz. Xamirimiz oshib olishi uchun 1 soatga issiqroq joyga tindirishga qo'yamiz. Yaxshilab oshib olgan xamir taxminan shunaqa 3 barobar ko'payadi. Tayyor xamirimizdan zuvolachalar qilib olamiz. Men taxminan bittasini 50 grammdan uzib chiqdim. Zuvolachalarimizni listi ustiga pergament yozib terib chiqib, ustidan paket yopib, yana yarim soatga tindirishga yuboramiz. Yarim soatda zuvolachalarimiz yana ozgina ko'tarilib olgandan keyin stakanning orqa tomonidan mana shunaqa shakl berib olamiz. Bo'lichkamizni ustiga solish uchun nachinka tayyorlab olamiz. Buning uchun tvorogga asal solib blenderda yaxshilab maydalab olamiz. Bir xil massa holatiga kelgandan keyin malina qo'shib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan nachinkamizni bir qoshiqdan bo'lichkalarimizga solib chiqamiz. Ustidan chiroyli qilib malina bilan bezatib olamiz. Ustiga suv purkagichda suv sepib, duxovkaga 180 gradusga 20 minutga yuboramiz. Ishlatilgan barcha mahsulotlarni hamda grammlarni opisiyadan topishingiz mumkin. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.